Dadasi. Chochigar bormi? Yo'q, bizda unaqa narsalar bo'lmaydi. Hay bacham bitta shunday chanqoq bo'sdi. Bir piyolagina suv ber. Hozir olib chiqib beraman, hozir. Chiroyli uylar bular. Wow. Mana. Men buni icha olmayman. Nimaga tinchlikmi? Bunga jodu qilingan. Eringni o'ynashimi bittasi jodu qilgan. Nima qilay u? Aqcha olib chiq deyapti. Hozir beraman. Ay shuni yomon qildi, yomon Mana. O'ynashi deysizmi? Ibi ko'k yo'qmi? Hozir. Ibi bachalaringni o'ladi deyapti. Ikkita bacha bormi? Bachalar? Ha, ikkita. Ikkita ko'k deyapti buni. Jodu katta qilgan. Iloyim Xudo vando Xudo. Mana. Yo'q qiling. Chiroyli. Men bunga tilla sol deyapti. Mana shu ziragim qolgan. Ana suv qildi. Suv. Ibi balo qazolardan, jodulardan, o'ynoshlardan, qora ilonlardan, chayonlardan hammasidan o'zing asl. Duo qilib qo'ying. Böyle tamam sehr ketdi. Voy, ziragim olib ketib qoldimi? Pulim olib ketib qoldi. Voy, erimga nima deyman? Alo, assalomu alaykum. Dildora Zokirova sizmisiz? Ha, men. Men bankdan telefon qilib nomingizda kredit bor ekan. Shuni to'lov muddati o'tib ketayotgani uchun to'lab oling iltimos. Yo'q, kechirasiz. Haligi biz kredit olmaganmiz. Umuman kreditim yo'q men nomimda. Hozir men ko'raychi 1 minut. Xo'p, ko'ring. Menimcha sizga adashib rasmiylashtirib qo'yishibdi. Men sizni nomingizdan chiqarib yuboraman. Voy, kredit olmaganman. Mayli, meni nomimdan chiqarib oling. Erim bilib qolsalar o'ldiradilar. Xo'p, opa. Tezroq chiqarib yuborishim uchun telefoningizga kelgan raqamlarni aytib olishingiz kerak. Kodini aytishim kerakmi? Xo'p, hozir aytaman. Xo'p. 128-35. Rahmat, bo'ldi opa. Aha, xo'p. Nomimdan chiqarib oling, faqat erim bilib qolmasin, ukajonim. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin, xo'p. Voy. Ya, kimdir 10 million yechib oldimi? Voy. Ya, endi erimga nima deyman? Voy, tavba qildim. Voy, hech narsa olganim yo'q-ku. 10 million yechib oldi-ya. Voy, erimga nima deyman?